energetik tanalar bor. 7 qavat energetik, oxirgisi mana bu hisoblanadi. Bizni ko'zimizga ko'rinmaydi. Bu aura deyiladi. Aura deyiladi. Anaga ham sizga ham ozroq ma'lumot berdim. Shunda mana bu endi yana batafsilroq beraman-da. 7 qavat energetik tanalar kirlansa mana bu 7 qavat energetik tana qachon to'liq bo'ladi, sizga rasmini tashlayman. Kirlangan aurali inson va toza, sog'lom, ruhli inson. Bizning birinchi navbatda ruhimiz kirlanadi, oxirida tana anaqa beradi. Oxirida tanaga kelib to'xtaydi. Bizni mana bu polnitsa energetik tanalarimizning tozaligi bizni ruhiyatimizga bog'liq. Xuddi yerning atmosferasiga o'xshab, bizning mana bu atrofimizdagi auramiz bor-ku, xuddi yerning atmosferasiga o'xshagan qobiqda bizni tanani himoya qilib turadi, keyin bizni nima deydi? Himoya qilib turadi-da, xullas, tanani ham himoya qilib turadi. Agar qarang, balo qazolardan himoya qiladi, bu tabiiy ofatlardan himoya qiladi-da, baxtsiz hodisalardan mana bu energetik tanamiz bizni himoya qiladi. Qanday himoya qiladi? Misol uchun qanday himoya qiladi deysiz? Misol uchun baxtsiz hodisa agar sog'lom bo'lsa, tana sog'lom bo'ladigan bo'lsa, mana bu tanalarimiz sog'lom bo'ladigan bo'lsa, signal beradi. Misol uchun bitta avariyaga uchrash kerak bo'lgan mashina bo'lsa, avariyaga uchrash kerak. Hech narsa bizni hayotimizda tasodif bo'lmaydi. Tasodif emas. Bizni agar sizning anaqangiz toza bo'lsa, mana toza bo'lsa, avariyaga uchrash kerak bo'lgan mashina, mana